Surat asli nurni siyratdan olur. Siyrat esa ilm u hikmatdan olur. Odamdan ezgulik, muhabbat qolur. Saodat sayliga savob kerakdir. Ko'ngilning mayliga kitob kerakdir. Kitob dil bog'ida gulning rangidir. Kitob otash ichra dilning rangidir. U qalbning kamoli, aql jangidir. Ko'kni ko'zlaganga xitob kerakdir. O'zni izlaganga kitob kerakdir. O'qigan uqqanga eli ergashgay. Aql yo'lga chiqsa, yo'li ergashgay. Jannatday jilmayib, cho'li ergashgay. Savol yuz ochganda javob kerakdir. Javob jarangiga kitob kerakdir. Kitob bu osmonning o'ziga narvon. Kitob bu jahonning ko'ziga narvon. Tirik tarixlarning so'ziga narvon. Tunda talpinganga maqtob kerakdir. Kundey kulay desang kitob kerakdir. Olam olamligin bilmoq uchun ham, odam odamligin bilmoq uchun ham, qilni 40 tilimga tilmoq uchun ham, tig'ni tutguvchiga shitob kerakdir. Nurni tutguvchiga kitob kerakdir.